brend qurish va blog yurg'izish uchun eng kerakli mahsulotlar haqida gaplashamiz. Video qiziq bo'ladi, o'tkazib olishga shoshilmanglar. Hozir ko'rib turganinglar, men shu blog yurg'izishim davomida yig'gan mahsulotlarim, ya'ni kerakli apparaturalar. Birinchi men video olishni iPhone dan boshlagan bo'lsam, 11 Pro Max dan, undan keyin ovozlarda shumli bo'lgani uchun qoniqmaganman va Saramonic mikrofon tavsiya berishgani uchun mana shu ko'rib turganinglardek Saramonic mikrofonidan foydalanganman. Undan keyin bilasizlar, yildan yilga texnikalar rivojlanadi. Undan keyin HolyLens brendiga tegishli mikrofon, ya'ni mana shu mikrofonni sotib olganman. Ana undan keyin yanada videolarimni chiroyliroq qilish uchun, dublyaj uchun kattaroq mikrofonlarga o'tishga qaror qildim va Shure mikrofonni sotib oldim. Shure mikrofonni sotib olganimdan keyin bu ham XLR hamda USB-li. XLR nimaligi haqida keyin to'xtalib o'tamiz. Hozir sizlarga oldin mahsulotlar haqida tanishtiraman va sifati, buni kачестволari nimaga ishlatilishi kerakligi haqida gaplashamiz. Xo'p, buni dublyaj uchun USB-si bo'lgani uchun men buni xarid qilganman va звуковой karta sotib olganimda menga u вообще qoniqmaganman. Sababiki men ko'chada ham olib yurishim kerak bo'ladi. Undan keyin zo'r ideya keldi. Zoom H6 Essential. Undan oldin Zoom P4 Patrick sotib oldim. Menga yoqmagani uchun, sifat qanaqangidir zo'r bo'lmagani uchun, meni ko'nglimga o'tirmagani uchun Zoom H6 Essentialni yangi chiqqan modelini sotib oldim. Xoslar bilan birgalikda yana eng muhimi, mana men bu nima ekan deb turgan bo'lsanglar, bu bilasizlar, men iPhone telefonlar bilan ko'proq blogim telefonlarga bog'liq bo'lgani uchun mana shuni MagSafe bilan keyin iPhone 6 Pro Max sotib oldim. Kачествоsi zo'r kamerani. Mana shu ko'rib turgan narsalarga Telesin brendiga tegishli mahsulotga bo'ynimizga taqqan holatda video olishga juda ham qulay ekan. Hozir birma-bir ko'rsatib o'taman. Saramonicga narsalarni keyin yana buni aytmadim. Bu naushnikimiz. Naushnikimiz studiyniy naushnik, bu professionalniy naushnik. Buni Amerikadan zakaz qildim, Amazon sayti orqali. Roland RH200. Bu sifati, ya'ni biz ishlayotgan zvuklarni nuqta virguligacha eshitasizlar, sifatini farqlab olsanglar bo'ladi. Oddiy naushniklarni ko'rdim. Biz ham O'zbekistonda har xil naushniklarni ko'rdim-ku, menga yoqmadi. Sababi bundan oldin, men dasturlashdan oldin zvukovoy tushunchalarim bo'lgani uchun menga yoqmadi. Demak, hozir biz hammasi haqida to'xtalib o'tamiz. Xo'p, birinchi o'chirda men sizlarga sifat bo'yicha gaplashamiz degan edim. Hozir birinchi test qilib olganimiz HolyLens test qilib olamiz. Ko'rib turganinglar, hozir HolyLens brendiga tegishli mikrofon. Buni zo'r funksiyasi bor. Agar ko'chada blog olayotgan yoki qanaqadir ibratli video olasizlar, qanaqadir video olayotgan bo'lsanglar, agar sizlarni joyinglar shovqin bo'ladigan bo'lsa, buni shum ushlaydigan funksiyasi ham bor. Hozir buni kачествосini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Dasturuz TVga. Yo'q. Assalomu alaykum Dasturuz TVni kuzatuvchi aziz mehmonlar. Endi shumini yoqamiz. Mana mana shu yerda kichkina nuqtasi bor. Agar sizlar xarid qilsanglar, uni shu nuqtaga ahamiyat beringlar. Yoqqanimizdan keyin yashilga o'tadi. Mana. Assalomu alaykum Dasturuz TVni kuzatuvchi aziz mehmonlar. O'rtoqlar, bo'ldi. Buni hozir sifat darajasini ko'rdik. Keyingisi endi Saramonic. Keyingi apparatimiz Saramonic. Mana o'rtoqlar, boya aytib o'tganimdek Saramonicdan boshlaganman. Mana hozir kачествосini bilamiz. Assalomu alaykum Dasturuz TVga. Assalomu alaykum Dasturuz TVni kuzatuvchi aziz mehmonlar. Xo'p. Hozir bu Saramonicga komplektida mana bunaqa mikrofonlar ham bo'ladi. Va Type-C iPhone eski modeliga tushadigan переходнийлari ham bo'ladi. Buni zo'r yutug'i, buni zo'r tomoni ham kameraga ham ketadi, HolyLensda ham shunaqa. Bunda yana bitta qo'shimcha, mana sim-sifat, mana bundoq hozir ko'rganinglardek mikrofoni ham bor. Bu ham Saramonic hozir modeli Saramonic Blink 900B2 modeli. Bu hozirlarga ko'rsatganimiz hozir brendiviy HolyLens bilan Saramonic hozir moshni. Undan ham zo'ri DJ. Menda DJ bo'lmagani uchun uni kачествосini hozirlarga aytib bera olmayman.
Shuning uchun kelajakda olib qolishimiz mumkin. Chunki menga DJI yoqmayapti, qo'polroq, menga Holyland yaxshiroq. Shuning uchun shu mahsulot ko'rsatolman. Keyingi mahsulotlarimiz esa keyingisi podmiklarga o'tamiz. Birinchi o'chirda shuurni tekshiramiz. O'rtoqlar, endi biza navbatda shuur mikrofoni, bu o'sha budjetning bo'lgani uchun ham kompyuterimga USB orqali ulab dublyaj qilishim uchun, bloklarim chiroyli chiqishi uchun ushbu mikrofonni xarid qilgan edim. Bu ham zo'r, yomon emas. Buni XLR bilan bemalol, buni funksiyasida shu kompyuterga alohida ketadigan simi XLR ga ulanadigan simi bor. Endi boya aytib o'tganimdek Zoom H6 Essential. Mana o'rtoqlar, ushbu mahsulotimiz bu nima uchun kerak bo'ladi? Ayniqsa podkastlarda dublyajlar qilishinglarda zo'r mahsulot hisoblanadi. Buni vazifasi mikser. Xo'p, sizlar bilan hozir endi naushnik nega kerak, bu nimaga kerak, XLR nima, shuni haqida gaplashamiz. XLR mana quyidagicha sim. Buni odatda to'y marosimlarida xuddi shunaqa mikrofonni simidan foydalanishadi. Bu professional mikrofon bo'lgani uchun XLR joyiga buni ulaymiz, mikserimizga ulab olamiz. Hozir bilan birgalikda mikserimizni ochamiz. Undan keyin podmikka ochamiz. Ajoyib, bu hammasini kachestvasini qo'yamiz. Ovozlarni eshitib o'zingizlar baho berasizlar. Video yoqayotgan bo'lsa like bosib qo'yinglar, bilmagan do'stingizga yuborib qo'yinglar. Brend qurishida juda ham muhim bo'lgan mahsulotlar hisoblanadi. Hozir sizlar bilan birgalikda shularni ham olib qo'ying. O'rtoqlar, hozir sizlar bilan birgalikda buni ochamiz. Ana o'sha mashhur men orzu qilgan, ishoninglar, bunga 3 oy deganda erishdim. Ishlab hamma narsaga bilasizlar, erishganinglardan qo'lingizga teganda juda ham boshqacha bo'ladi. O'rtoqlar, o'zini bu mikserimizni o'zini mikrofoni ham bor. Bu moshniy stereo 32 bit yozadi. Kachestvasi juda ham zo'r. Buni ko'chalarda olib yursanglar bo'ladi. H6 Essentialda 4 ta XLR, 4 ta mikrofon va yana qo'shimchasi Bluetooth ulanadi. Naushnik va balandpast qiladigani har xil funksiyalari va SD kart, micro SD kart ketadi. Albatta SanDisk firmasiga tegishli SD kartdan foydalansanglar uyaltirib qo'ymaydi. Xullas, mikseri balandpast qiladigani, xullas mana bu mikrofonni mana bu joyiga ulaymiz. Zo'r muhim tomonini aytmadim. Batareya sog'ib olasizlar, ko'chada bemalol blok olib yursanglar ham bo'ladi. O'zini mikrofoni ham bor, juda ham 32 bit kachestvasi moshniy. Shu narsalarni sotuvini yo'lga qo'ymoqchimiz, nima deysizlar? Xo'p, endi buni yoqamiz. Yoqadigan joyi mana shu tegida bo'lar ekan. Bu yangi modeli, ko'rayotganinglardek, mana yonishlari ham o'rtoqlar juda ham zo'r. Bir. Qaranglar, bu mikrofonni yozib ko'ramiz. Mana ko'rayotganinglardek ajoyib monitorlari bor o'zini. Hozir mana yozib ko'ramiz. Birinchi bu mikrofonni kachestvasini ko'rib olamiz. Batareykalari, hamma funksiyonali bor. Keyingi videolarda agar izohlarda qoldiringlar, ushbu mikser haqida nima narsalari bo'lsa, hamma videosini olib beramiz. Agar sizlarga qiziq bo'lsa. Hozir biza mana shu qizil rek degan ma'noni bildiradi. Shularni olamiz. O'zi odatda mana bu gubkasi ham bo'ladi, sotib olsanglar, Amazonda $15 turadi. Dastavkasi bilan endi 20-25 ga aylansa kerak. Assalomu alaykum, Dasturuz TVni kuzatuvchi aziz mehmonlar. Bugungi mahsulotimiz Zoom H6 Essential. Endi bu yerdan. Assalomu alaykum, Dasturuz TVni kuzatuvchilar. Assalomu alaykum, Dasturuz TVni kuzatuvchilar. Nimaga unaqa yozyapman? Bu yerda RL stereo yozgani uchun juda ham zo'r. Xo'p, endi biz nima qilamiz? Ushbu mahsulotimizga, mikserimizga Shure brendiga tegishli mikrofonimizni ulaymiz va kachestvasini ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Bu yerda ko'rayotgan knopka 1, 2, 3, 4lari bor. Bossanglar hammasini yozadi. Xo'p, endi biz mikserimizni o'chirib turamiz.
juda ham qiziq, bu soha juda ham qiziq, ayniqsa video sohasida. Hozir o'rtoqlar qaranglar. Endi asosiy qism nima uchun naushnik kerak? Naushniklarning o'rni juda ham katta. Siz qanaqa ovoz yozyapsiz, yozilyaptimi yo'qmi? Shular ham alohida. Keyin o'sha zvuklar bilan ishlaganinglarda kachestasini kompressorlar bergan payti naushniklarning o'rni katta. O'zi monitor degan shu kolonkalarda eshitib chiroyli qilib yasaladi montaj paytida. Hozirlik qisqa qilib tushuntirib beraman. Izohlarda qaysi joyiga tushunmagan bo'lsangiz YouTube kanalimizga joylab boramiz. Assalomu alaykum. Qani endi? Xo'p. Rekka bosamiz. Assalomu alaykum, Dasturuz TV'ni kuzatuvchi aziz mehmonlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Shure mikrofonini kachestasini ko'ramiz. Kachestasini XLR sim orqali, mixer orqali yozamiz. Yaqin holatda yozganimiz va uzoqroq holatda. Assalomu alaykum. Keyingisi podmic bo'ladi. Buni yozib bo'ldik. Izohlarda fikringlarni qoldiringlar. Shure mikrofonni kachestasi yaxshimi yoki podmicmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ishoninglar, men bu o'zini mikrofoni vobshe cho'tki chiqyapti, bor. Ovozlari ham vobshe moshni. Hozir qo'yamiz-ayu, kompressor berganda bu zo'r chiqadi. O'zingizga shu videolar ham yoqadi, ovoz ham, zvuklarning o'rni juda ham katta bo'lgani uchun nima uchun men shuncha rasxod qilib mikrofonlarni xarid qilganman. Bu mikrofonlarning o'rni juda ham katta, ahamiyatga ega. Kachesi videolar zo'r chiqishi uchun. Demak, hozir yozib bo'ldim, endi podmicga o'tamiz. Endi xafa qo'ldan kelgancha video olamiz. Podmicimizni endi ochamiz. To'g'risi, podkast olish niyatim ham bor. Chiroyli videolar ishlagim kelyapti. Oh. Instruksiyalari qanaqa ishlatilishi kerak haqidagi juda ham baquvvat bo'lar ekan. Og'irgina ekan lekin. Bunisi nima kerak bizga? Ichidan anaqa narsalar chiqargan, mog'allab ketmasin deydimi? Endi buni kachestasini ko'ramiz, o'rtoqlar. Ana kuni hayron qoldim. XLR podmicdan bitta joy kattaroq bo'lar ekan. Nimaga katta bo'ladi? Agar bilsangiz, izohlarda fikringlarni qoldirib ketinglar, ko'p ishlatadiganlar. Bir. Xo'p. Endi naushnikimni taqib oling. Assalomu alaykum. Juda ham zo'r-ku. Xo'p. Assalomu alaykum, Dasturuz TV'ni kuzatuvchi aziz mehmonlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Dasturuz TV. Bugun podmicimizni yangi video obzorini qilamiz. Albatta, Mixer Zoom H6 Essential bilan birgalikda sotib olingan ikkita mikrofonimiz. Hozir professional mikrofonlar haqida gap ketgani uchun mikrofonlar haqida gaplashamiz o'rtoqlar. Har bitta
Endi mikrofonlarni blok yurg'izish uchun mikrofonlar va podkast uchun, dublyaj uchun eng zo'r mana o'rtoqlar mikrofonlar haqida gaplashamiz. Xo'p. Boya aytib o'tganimdek, Saramonic Hollyland mikrofonlari ko'chalarda blog olishingiz uchun juda ham qulay. Hozirgi paytda ko'p qo'llanilayotgani Hollyland brendiga tegishli mikrofonlar. Keyingisi Podmic mikrofonlar hozir eng trendda chiqayotgani, kачествосini o'zingizlar baho berasizlar. Undan ham keyin va Shure mikrofonlar. Mana hozir bizda xudo xolasa kerakli оборудование yig'ildi va podkast olish uchun tayyor. Sizlar fikringlarni izohlarda qoldiringlar. Mana hozir Shure mikrofonida, Podmic mikrofonlarida va mikserimiz Zoom mikseri orqali shu zvuklarni yozyapmiz va keyingi videolar agar alohida kerak bo'ladigan bo'lsa, Dastur TV'ni YouTube kanaliga obuna bo'lgan holatda izohlarda, kommentariyada fikringlarni bildiringlar. O'rtoqlar, keyingi videolarda albatta agar zoomlarni ham, mikserlarni ham o'zini proshivkasi bo'ladi. Proshivkalar qanaqa qilinadi, hammasi bo'ylab videolar qilamiz. Demak, hozir biz adashmasam 3, 4, 5 xil mikrofonni ovoz kачествоsi haqida gaplashdik va shu o'zingizlar eshitib izohlarda fikringlarni qoldirasizlar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Dastur TV'dan uzoqlashmanglar o'rtoqlar. Hali hammasi oldinda.